Mana ovqatlanishga salqin joy Surxondaryoda, Janqiqon tumanida mana shunaqangi chiroyli joylar bor. Shashliklar, pivo, dumboq jo'ja, hamma narsa borda, короче. Shuncha moshin kechki ovqatlanishga kelgan. Mana bu yerda Ilhom degan bola ham kelgan. Instagramga joylayman-da buni. Ilhom, ovqatlanish qanday bo'ldi? Ya chotki. Nomer adimmi? Allohga shukr. 206 ming bilan 5 kishi. 3 kishimi? 3 kishini qorni to'ydi, kayfi to'g'ri, kallasi joyida. Hammasini. Uyin topib boriladigan darajada chiroyli bu yer. Kelaveramiz, mana shu yerda qovurmasi, tovuqni, ili sochni. Sochni tovuq. Men gapirganda menga qaratingda. Sochni tovuq, silivishni maslaqa pishadi. Chiroyli, yumshoq. Pivolarga gap yo'q. Gap yo'q.